Shogirt yana nimani boshladi ekan, a? Yana nimani boshladingiz? Rangini ketkazyapman. Shunda ketkazadimi? Ha. Bolgarkada ketkazardi-ku. Mana bunda ketkazadi. Kichik ishlar uchun va kichik metallarni rangini ketkazish uchun sprey ko'rinishdagi kichik qadoqlikni tavsiya etaman. Chunki buni ishlatish ham oson, natijasi ham yaxshi. Buni ishlatish juda ham oson. O'zingizga kerakli joyni, ya'ni bo'yoqni ketkazmoqchi bo'lgan joyingizga sprey ko'rinishda sepib chiqasiz. Sepib bo'lganingizdan keyin 30 sekunddan 10 daqiqagacha kutish kerak. Bu vaqt ichida kraskani yangi yoki eskiligiga qarab bo'yoqingizni ketkazib beradi. Endi buni ushlab turing. Agar kattaroq joyda va shu ishda ko'pincha ishlaydigan ustalar bo'lsa, katta bochkaligini tavsiya etaman. Chunki ichida ko'p. Chunki ichida ko'p mahsulot bo'ladi va sizga ko'p joyga yetadi. Aytgancha ehtiyotkorlik choralarini ko'rish kerak. Spreyni ham, bunisini ham ishlatishdan oldin maska, ko'zoynak va pershakka taqishni unutmang. Endi esa ishni boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, shu tarzda kraskamiz ko'chishni boshlaydi. Ko'rib turganingizdek, kraskamiz ham ko'chib qoldi. Endi esa buni plastmas shpatel bilan ketkazishni boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, sprey ko'rinishidagi ham, boshqaligingiz ham yaxshi rezultat ko'rsatdi. Buni faqat mashina eshigiga emas, mashina eshigi, mashinaning boshqa metal joylari, eshiklar, lestnitsalar, darvozalar, deraza, temir, xullas, qanaqa temir bo'lmasin, bo'yog'ini ketkazish uchun shu mahsulotdan foydalansangiz bo'ladi. Faqat ishlatishdan oldin ehtiyotkorlik choralarini ko'rishni tavsiya etamiz va yosh bolalardan uzoqroqda saqlang. Bo'yoq ketkazishga yana najdakdan foydalanasizmi? Yo'q, menga bolgarka ma'qul.